va shular bilan birgalikda biz o'qishga kelamiz. Chet elga o'ting. Registonga kelyapman sizlarga. Bugun birinchi kunim. Va oyim kelyaptilar men bilan. Birinchi kun bo'lgani uchun faqat sizlarga ko'rsatib ketaman. Hozircha kelib qoldik. Mana zo'r kelib qoldik mana shu mana Registon LCD bosib qo'ygan mana shu. Biz hozir shunaqa joydamiz. Anta bitiruv bo'ldi. Qayerga qilib kimniki shu. Shunaqa gaplar. Biz qo'yib oldik. Chiqib ketamiz hozir. Haftasiga 6 kun dars bo'ladi. 3-hafta. General English, Algebra, matematika, rus matematika, prezent maxsus matematika tayyorlov, biologiya, ximiya, huquq, tarix, milliy sertifikatga tayyorlov. Jasmin o'qishga kirib ketdi. Hozir bunaqa darslarga bilan chiqib hammasini ko'ramiz o'zidan ishtasizlar. Hamma joyda talabalar Registonga kelgan, o'sha yerga qaysi qilib ketgan. Bitta bunaqasiga darsiga kirsinchi ko'rsin, agar o'ziga mos keladigan bo'lsa mana shu guruhda o'qiyveradi. Agar yo'q buni bilaman desa undan keyingi bosqichga o'tadi. Bo'lmasa hozir chiqadigan payti ham yo'q qoldi. Короче, hammasi zo'r bo'ldi do'stlar. Qizlar bilan tanishib oldim. Eng asosiysi men tarafda turishar ekan. Keyin sahna ko'rinishlari qilib berdik. Ya'ni magazinda sahnadan imtiyozini oluvchi, ko'rsatuvchi bo'ldi. Ikkita odamlar bo'ldi. Keyin allaqalarni tarjima qildik. Nima edi? Hikoyaga o'xshagan narsalarni tarjima qildik. Uni aytib berdik. Keyin menga yodlashga sabab berdi. O'qituvchilar ham juda zo'r ekan, menga yoqdi. Endi bu yoqqa yana dushanbadan boshlab kelamiz. To'lovi qancha edi? 650 ming. Bu просто anaqaga, разговорный речь. И grammatikasi ham bor. Hamma narsa bor. Grammatika ham bor buning ichida. Agar sertifikat oladigan bo'lsanglar, unga yana qo'shib to'laysiz. 700 qancha dedi? 780 dedi. Nima bo'ldi? Qog'ozdan qog'oz berishdi. Bu to'ldirishga qog'oz. O'z haqingizda ma'lumotga. Keyin mana slovar. Biladigan so'zlaringiz bo'lsa yodlamasangiz ham bo'ladi deyishdi. Keyin ikkitami hikoyani aytib berasiz o'qib dedi. Tushunarli. Aynan. Biz mana shu pizzalar oldik. Qaranglar, hozir endi nima esa qilib yeb olamiz. Oddiy ekan. Mana, Savoldan men shu narsalarni sotib kelaman. Siz qaraysiz, bunaqa kupon beriladi. Menda hozir 15 kupon bo'ldi. Buni yig'ib yurasizda, keyin 3 oydami bozor keladi. Любой narsa sotsangiz bo'ladi shu kupondan. Kastavarmi, bloknotmi, shunaqa narsalar. Uyga ketamiz. Hozir marshrutka tutamiz, marshrutka ketamiz. Hozir marshrutka chiqib oldik. Narigi tarafdan chiqmoqchi edik o'zi. Bu yerda bilan odam va ish bo'ldi. To'g'ri o'tdi ko'rsatadi. Lekin bu tarafdan chiqdik. Endi cho'sini aylanib kelamiz. Shu zato bombosh. Hech kim yo'q bizdan boshqa.
ko'cha. Agarimiz bo'lsa. Biz уже mahallamizga keldik. Hozir endi uyga kiramiz. Bugungi kunimiz shu bilan tugadi. Agar bu videom sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Xayr, sog' omon bo'linglar.